Diqqat, tezkor xabar. O'zbekiston viloyatlarining birida dahshatli o'z onasini o'ldirgan odam qassob qo'lga tushdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Vitronik tabobat olamida ajoyib yangilanish. Erkaklarda uchrovchi prostata bezi adenomasi, surunkali prostatat holatlarida achishish, og'riq, kam peshob ajratish holatlarini bartaraf etuvchi ajoyib vosita. Umumquvvatni oshiradi, jinsiy faoliyatni yaxshilaydi. Erkaklarning haqiqiy ishonch manbai. Mahsulot ta'sirini 5-7 kun ichida sezasiz. Vitronik har tomchisida mo'jiza. Diqqat! Farg'ona viloyatida 29 yoshli o'g'il pul nizosi oqibatida o'z onasini bolta bilan urib o'ldirdi. Bu haqida Mellar dasturida xabar berildi. Sud hujjatiga ko'ra, 3 farzandning onasi va to'ng'ich farzand o'rtasida, ya'ni ayblanuvchi bilan moliyaviy sabablar tortishuv yuzaga kelgan. Janjal davomida ayblanuvchi qo'lidagi bolta bilan onasining bosh qismiga bir necha marotaba urib, unga jiddiy tan jarohati yetkazgan. Keyin xo'jalik pichog'i bilan onasining boshini tanasidan ajratib olgan. Hozirda sudlanuvchiga Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi J bandi nazarda tutilgan, qasddan odam o'ldirish jinoyat ayblovi etib topilgan va unga 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan.